Biz bu videoda başbet stone'ninki, paragraf korpusu to'g'risida o'qilamiz. Mac ishlatayotganlarning manda chiqadi, Windows ishlatayotgan bo'lsanglar, mana shaklda hammasi chiqadi. Cho'ng farqi yo'q, funksiyasi o'pma o'xshash. Ya'ni bu abzas yoki inglizcha paragraf deydi. Paragraph manda sal inglizcha chiqarmoqchi bo'lsam bo'lmasa, paragraf yoki abzas deb olsaq bo'ldi. Hozir menda 3 abzas bor. Bularni degan so'zlaydigan nuqta asosliqi ostidagi o'rin tangishga, ya'ni o'ngga, so'lga, ustiga, ostiga degandek. Masalan, men malaning hammasinikini o'xshash bir formatlab olsam, hammasi 14 mala. Hozir malaning formatini o'xshash deb turaylik. Hozir 3 abzas var. Men orsidagi masalan bo'shliqni yo'q qilib o'tib, bir abzas qilib etsam bo'ladi. Abzas degan ma'lum bir bo'lak oxirlashgan chog'da bir bo'shliq bilan yoki boshdan boshlab yozamiz shunaqa. Hamda biz odatda inglizcha ba'zi bir tillar so'ldan boshlab yozildi. Uyg'ur tili, arab tili qatorliq tillar o'ngdan boshlab yozildi. Shunga, masalan, bu ingliz tili bo'lg'achqa, buni men so'ldan boshlab o'rin tangishkini tangishsam, ya'ni left align deymiz. Bütün hammasini tanlasak bo'ldi yoki shu birinchi harfiga boshlangan yerga sen belgini chekib qilam. Paragrafninki. Hozir men o'zimni tanlaqliq hozir qarsaqlamqanda left align chiqib turdi. Agar bu o'ng taraf bu shakldan chiqib turdi, mana o'ngga. O'ngni bossak, bu o'ng tarafga moyil. Bu nimaga o'ng tarafga moyil desak, masalan, men so'l tarafga moyil desam, bütün qurma tik hech qanday bo'shliq yo'q, ammo mayanda bo'shliq bor, miyada bo'shliq bor. Shunga men so'lga, masalan, men o'ngga qilay. Hammasi o'xshash mazmun, men o'ngga to'g'ri tushunish uchun. Hamda meni o'ttirga, masalan. Mana har xil shakl o'xshamaydi. Masalan, agar bir rasm qistirgan bo'lsak, ostiga bir xat bu rasmni tushuncha chizib, uni o'ttirga to'g'rilash to'g'ri keldi. U vaqtda bu paragrafninki qanday? Mana center aligned yoki center text. Shuni ma'no basak o'ttirga to'g'riladi. Hamda bu yerda masalan birinchisini men so'lga to'g'rilanishdaman. Uyg'urcha yozgan chaqda o'ngga to'g'rilaymiz. Lekin men bo'shliq qolib qoldi. Bir xil taz ko'rguchilikka taz do'stlarni o'zimiz qo'yishim bo'lmaydi. Bu agar biz bu hujjatni boshqalarga avassak, ko'rgan taz yiqimsiz to'y berib qilishni oldinish uchun qanday miyagim bo'shliq yozmoqchi bo'lsak, uni qanday qilamiz? Hemen talsaq bo'ldi, birinchisi qanday sen belgisini ekilib, miyada justify deb yana birisi bor. Bu justify degani o'ngga yoki so'lga bo'lsin, qayonga bo'lsin, tangshalgan bo'lsin, shu bo'shliq qolgan qismini tangshab berdi, to'g'rilab berdi. Masalan, birini besib justify ni bassam, mana mash ikisini qanday tanqib berdi. Endi men eng oxirida ba'zi so'z yetarli bo'lmagandan keyin bo'shliq qoldi degan gap. Masalan, ma'noga men o'ngga justify ma'nolarni tanglashtirish uchun qanday qilaman? Justify. Yoki men birinchisini bassam bo'ldi, hammasini tanlasam bo'ldi. Birinchi qanday? Justify. Mana bu center o'ttirga to'g'rilangan hozir yaxshi nima bermaydi. Buni o'zimizning ehtiyoj asosan bizga o'ngga yoki so'lga. Undan keyin bu to'g'rilashning ya'ni justify qilishninki har xil darajalari bor. Masalan, justify law, medium, tangishga qaranglar, o'zgaradi. Har bir xatning chunki qanday to'g'rilaydi desak, xatning oraliqini avtomatik tangishaydi. Biz uchun eng yiqimli, ya'ni eng to'g'ri nimiz qanday desak, birinchisini justify tanlasak bo'ldi. Undan keyin biz xatning oraliqini ba'zilar qarsanglar yomon choplashib ketgan
Yazılıp qalğan, astın qurla, üstün qurninki. Bunun qurning aralığını qanda tengşigil boldu. Bunu paragrafdan bu spacing deydi, boşluq tengşiş. Miyadan 1/5'ini alsaq, çoğunraq boşluq qoydu, mında bir adətdə məsələn ali məktəbdə oxuyan bolsanglar oxuş bitiriş maqaləsininki ölçüm boldu. Manda spacing yoki hammasi mushuna bul izish kerak deb sizlarga berdi u talabni. Ashuna bilan tengshaymiz yoki o'zimizninki ko'z mo'lchariga asosan yoqtig'ini bo'yicha o'zimiz tengshib olsaqmi bo'laverdi. Mana bu spacing. Masalan, 3 qilib olsak, texmi cho'ng bo'ldi oraliqi demakchi. Ma'ning o'z bir paragraf bo'lg'achqa birinchi qo'rnini ham tanlab qo'ysak bo'ldi. Normalda 1da sukut altida 1:15. Yani yiqishliq bekmi qisitib etmagan oraliq degan shu. Hamda yana birsi, masalan, bir o'tib ketdik. Ma'nimo desak, mush paragrafdagi tekstni tang chechib birdi. Shu to'g'rilashga o'xshaydi, lekin bu qanaqa birdi? Tangni tang qilib birdi, ham yerini tang qilib birdi. Masalan, ma'ni bir boshliq va justify'dan mishadlam qoldi, lekin ma'ningda hammaga o'ng taraf, so'l taraf tikamiz tanglam distribute qilib birdi. Masalan, bu asl holda men ma'ni to'g'rilasam, justify'da. Bosh qilib eng oxir qismim eshib qoldi. Lekin bu qanda distribute'da ma'ni tangni tang qilib birdi. O'zimizning ehtiyoj bo'lsa tangishib olsak bo'ldi. Anadan keyin biz bu şekilde biz xatning oxir ko'rinishining rangini qanday tangshaydik. Endi butun paragrafnikini qanday tangshaymiz desak, abzasniki. Miyada bu sirni manda to'kib etgan kichik ikon bor. Shuni masalan men qizilni tanlab qo'ysam, buning oxir ko'rinishi qizil bo'ldi, hammasiniki bir paragraf.